muammoli ta'sischi. Biznes qilyapsiz, biznesingizni yo'lga qo'ydingiz, tirishib, tirmashib yo'lga qo'ydingiz, rivojlantirdingiz. Lekin sherik ta'sischi o'z vazifalarini bajarmayapti. Loqaydlik qilyapti va buning natijasida firmani faoliyati yuritishiga to'sqinlik qilyapti. Shunaqa payt ko'pchilik ham mayli qo'yindi, insofni o'ziga bersin deb indamay ishlab yuraveradi. Vaholanki u odam o'sha ishlayotgan ta'sischi bilan bir xil daromad ko'radi, daromadlar teng taqsimlanadi, shunday bo'lib ketaveradi. Shunaqa paytda do'stlar, tadbirkor akalar, tadbirkor opalar sudga ta'sischilar safidan chiqarish degan da'vo talabi bilan chiqish mumkin. Bu narsa yuridik jihatdan tartibga solingan bu holat. Biz tajribamizdan o'tgan, mas'uliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risidagi qonunning 8-moddasida keltirilgan o'z majburiyatlarini qo'pol ravishda buzayotgan yoki harakat yoki harakatsizligi natijasida jamiyatni faoliyat ko'rsatishiga to'siq bo'layotgan yoki faoliyat yuritishini qiyinlashtirayotgan ta'sischini ta'sischilar safidan chiqarish uchun sudga da'vo qilish mumkin. Sudga aniq keltirib beriladigan bo'lsa, juda ko'p holatlarimizda bo'lgan ta'sischilar safidan chiqarib yuboriladi. Nimaga? Chunki biznesni yuritishiga, tadbirkorlikni yuritishiga ham bu narsa, bunday odamlar ziyon keltiradi. Davlat ham bu narsani yaxshi tushunadi, shuning uchun qonunlarda bu belgilangan. Sizda ham shunday holat bo'layotgan bo'lsa, ikkilanmasdan sudga bering. Bizga o'xshagan advokatlarga murojaat qiling. Bizning tajribamizda bunday keyslar ko'p bo'lgan.